Uyda mana shunaqa ahvolda turadi, kir mashinasi. Mana shunaqa ahvolda turadi. Qaysi xotin uyda turadi mana shu ahvolda? Kir mashina mana shu ahvolda turadimi hech jahonda? Yangi kir mashina mana shu, ayam olgan mana shu kir mashinani havas bilan. Qaysi kelindi uyi shunaqa turib qopti? Qaysi xotin kelin demay, qaysi xotinni uyi? Mana qarasangiz, mana. Ota, mana. Men haqmanmi, kim haq bu yerda hozir? Tozalab beray. Mana shu uyda bo'pti 2 qavat deganimmi? Mana gazni ko'ryapsizmi? Mana. Ko'ring. Gazni qarang ahvolini. Ayami ko'zidan foydalanganda, shu xolos, boshqa narsa emas. Ayami ko'zidan foydalangan xolos. Ko'ryapsizmi? Ahvolda. Bu yana hech narsa emas. Mayatdanchi bir qop axlat chiqardik, bir qop. Mana taylaridan. Ular jildirdik hozir. Ota mana. Mayaqqa jildirdik. Jildirib orqasini tozaladik, moykosini, monolarni jildirib tozaladik orqasini. Bir qop axlat chiqardik. Yana bu holvasi, mana ahvol shu. Hali bu bitta oshxona olgan uylarni. Bitta oshxona bu. Sizlarda aytmasa oq uyda sizlar. Bu bitta oshxona. Bekarga men tozalab beray deganimga men yomon bo'ldim-da. Bularni anaqasi ochilib qoldi-da. Ayb ochilib qoldi. Shuning uchun ana qilishdi-da. Kuyib ketishdi-da. Zaybimiz ochilib qoldi deb. Ko'rdingizmi? Shunaqa.